Smola qanaqa qotiriladi degan qizlarimiz uchun bugun smolali onlayn darsligimdan bittasini reels qilib sizlarga ko'rsataman. Ikki xil smola bor qizlar. Xitoyiki или koreyskiy smola, rossiyskiy smola bor. Smolaga shunaqa laklar ishlatiladi. Ularni qayerdan olishimiz kerakligini onlayn darsligimda o'rgataman. Ustiga shunaqa to'qlak suraman. Sim razmerini shunaqa o'lchab oladigan narsam bor menda. Simni kesib olib, xuddi o'shani 6 xil razmerini olib, qizlar sim bilan bunga aylantirib olamiz. Keyin qizlar unga o'zimiz xohlagan shaklimizni berishimiz mumkin. Mana shunaqa qilib orasiga barmog'imni qo'yib, uchidan tortib, barg sifat shakli chiqazib oldim. Xitoy smolasi suyuq bo'ladi, ishi ham tez, yupqa bo'ladi. Bu prozrachniga o'zim rang berganman. Bu koreyskiy rossiyskiy smolalarga vitral qo'shiladi. Koreyskiy smola bilan rossiyskiy smola qimmat. 100 gramm 200 ml shuni aralashtirib qo'yamiz. Tayyor bo'lganini qanaqa bo'lishi onlayn darsligimda o'rgataman. To'liqroq ma'lumot prof kursda bor. Videoning ikkinchi qismini shu video 15 mingta layk etsa postga joylayman. Agar sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada qiziq so'zini yozib qoldiring. Unga obuna bo'lishni unutmang.